bir kunga to'lgan kuni farishta kelib 4 ta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana 2 ta narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Millionta odam sizni haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a